Assalomu alaykum Termiz uy bozori a'zolari. Sizlarga Termiz shahri Temuryo'l vokzalidan 4 qavatlilarning 4-qavatida umumiy maydoni 55 kvadratni tashkil qilgan 2 xonalik tayyor remontli kvartiramiz sotuvda. Lokatsiyasi juda yaxshi joydan bo'lyapti. Siz bilan birgalikda kvartiramizni ko'rib chiqamiz. 3 qavatda joylashgan kvartiramizni siz bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Hozirdan videomizga bitta like tugmachasini bosib qo'ying. Kattagina koridor ko'rib turganingizdek, koridordan kelishimiz bilan katta mehmonxonasi, garderoblari bor. Обычный remont turibdi aziz-obunachilar. Narxi ham juda cho'ntak ko'p bo'lyapti. Videoni oxirigacha ko'ring, narxi bilan tanishtirib o'tib ketaman. Mehmonxonadan chiqishimiz bilan chap qo'limizda hojatxonasi, ikkalasi razdelni hojatxonani dushovoy ko'rib turganingizdek yarmarcha kafillangan. Aynan bundan keyin esa oshxona, sho'xin mebellari bor. Bu yerda esa oshxonadan ko'rib turganingizdek Termiz shahar Kisuni yonida bo'lyapti, ya'ni vokzaldan, temir vokzalidan. Oshxonadan chiqishimiz bilan to'g'rimizda biza dushovoyi, gaz, suv, svet, kanalizatsiya aslan muammo yo'q. Kattagina yana mehmonxonasi. Narxini 401 million so'm deb baholadik. Yanada tepasida kelishadigan joylari mavjud. Siz bu kvartiramizni naqd yoki ikkilamchi tarzda xarid qilishingiz mumkin. Bog'lanish uchun pastda raqam qoldirgan.